Bilamizki, bizneslarda sotuv ko'tariladi, tushadi. Xo'p, hozir men sizga aytmoqchi bo'lgan narsam, bermoqchi bo'lgan instrumentimni agar siz doimiy ravishda har oy отчетlarni to'g'rizib borib, yurg'izib boradigan bo'lsangiz, sizda sotuv tushgan vaqtida budjetingizni marketing, to'g'ridan-to'g'ri marketingga odamlarni jalb qilishga emas, sotuv tushgan asl negizini topib turib, mana o'sha yoqqa siz budjetingizni to'g'ri yo'naltirishni bila olasiz. Xo'p, bu narsa nima? Bu umumiy baronka, hammamiz biladigan baronka. Bu sotuv baronkasi emas, bu umumiy biznesning baronkasi. Men juda ham ko'p biznes egalarim, o'zimdan hamkorlar bilan mijozlarimizdan ishlagan vaqtimizda bu sotuv biznes baronkasida faqatgina xarid qismini ular nazorat qilib borishadi. Ya'ni har oygi oxirida nechta sotuv bo'ldi, nechta tushdimi, ko'tarildimi, faqatgina mana shu narsani ular kontrol qilib borishadi. Faraz qilaylik, qolgan qismlar sizda yo'q, faqatgina xarid qismini siz doimiy ravishda yurg'izib borasiz. Xo'p, may oyida misol uchun siz 100 ta sotuv amalga oshirdingiz va iyun oyida bu 90 taga tushib qoldi. Katta ehtimol bilan siz qiladigan ishingiz, birinchi yurishingiz o'tgan oyga nisbatan sotuv tushgani hisobiga siz iyul oyiga siz marketing pul ajratasiz va ajratganingizdan keyin munosabatda yana 100 ta sotuv amalga oshirasiz. Natijada bilinadiki, siz o'ylaysiz, o'tgan oyga nisbatan marketing pul ajratdim, reklamani ko'proq qildim, blogerlarni olib keldim, 100 ta yana sotuvni ko'tarib oldim deb. Bu muammoni yuzlab yopish asl negizini topish emas. Agar siz mana qolgan qismlarga yurg'izadigan bo'lganingizda, siz marketingingiz balki boshqa joyga budjetingizni yo'naltirgan bo'ladi. Tasavvur qilamiz, siz 100 ta sotuv qilishingiz uchun siz bergan reklamangizni 10 mingta odam ko'rdi. 10 mingta odamdan 2 mingta odam sizga telefon qildi, qiziqish bildirdi. Umumiy holatda 10 mingta odamning ichidan 2 mingtasi sizni mahsulotga qiziqish bildirgan. Undan 200 tasi sizni do'koningizga xarid qilish uchun keldi. Ya'ni xarid istagini bildirib turib, siz do'koningizga keldi. 100 ta sotuv qildingiz bundan. Ikkinchi oyda, iyun oyida xuddi shu sxema 10 mingta odam ko'rdi, 2 mingta odam qiziqish bildirdi, 200 ta odam do'koningizga keldi. 90 ta sotuv bo'ldi. Sizda mana bu qism bo'lmagani uchun qo'rqayotgandagi siz budjetni sotuvni oshirish uchun marketingga yo'naltirdingiz va umumiy holatda bu yerda misol uchun faraz qilaylik, reklamaga pul oshirganingizdan keyin 12 mingta odam ko'rdi, bu yerdan yana 2,5 mingta odam qiziqish bildirdi, 250 ta xarid istagini bildirib do'koningizga tashrif buyurdi. 250 tadan siz misol uchun 100 ta sotuv qildingiz. Umumiy holatda ko'rinyapti, siz birinchi oyga nisbatan, shu o'tgan oyga nisbatan sotuvingiz oshdi. Lekin agar siz ma'nosini kontrol qilganingizda, siz marketingga emas, siz budjetingizni mana bu yoqqa yo'naltirgan bo'lasiz. Ya'ni xaridga. Ya'ni bu yerda o'sha odamda o'sha reklama puli, lekin sotuv tushgan. Ya'ni bu yerda reklamani hech qanaqa marketing aybi yo'q. Bu yerda hamma aybi demakimiz, bu yerda sotuv tushishiga asosiy sabab bu yerda xarid. Ya'ni sotuvchilar bilimi yetishmasligi. Ya'ni xuddi shu trafik kelgan, xuddi shu odamlar kelgan, 100 ta sotuv bo'lgan, ya'ni xuddi shu odamlar kelgan holatda trafik kelgan paytda 90 ta sotuv bo'lgan. Bu yerda sotuvchilar bilim darajasi yetarli bo'lmagani uchun. 3-chi oyda ham xuddi shu 12 ming reklama pul ajratdingiz, 12 ming odam ko'rdik, ya'ni 250 ta. Ya'ni bularga nisbatan ko'proq odam keldi do'konga, lekin 100 ta sotuv bo'lyapti. Bu yerda siz budjetda siz mana bu yoqqa yo'naltirsangiz, ya'ni sotuvchilarning bilimini oshirishga, aksiya, cross-sell degan tushunchalar bor, o'shalarni ko'tarishga siz yo'naltirganingizda, bu yerda 3-oyda siz misol uchun xuddi shu 10 mingta, xuddi shu nima bo'ladi, kelayotgan potok bilan 100 ta emas, balki 200 ta sotuv qilishingiz mumkin edi. Xuddi shu aytmoqchi bo'lgan narsa bu umumiy biznes baronkasini to'g'ri yurg'izish, doimiy nazorat olib yurish, buni natijasida sizda sotuv tushgan vaqtda aynan qaysi qismida nima sababdan tushganligini bila olishingiz mumkin. Bu yerda har bir qismida, har bir qismida konversiyalar tushib ketgan vaqtda siz ularga qat'iy berishni siz aniq bilib yechimini topa olasiz.